Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli o'tsin. Charchamayapsizlarmi? Hormanglar. Xonadonlar tinchmi? Poyqadam 2015 meni xizmatda zakazni boshladi. 9-oktyabr xudo xolisa. Bu oy oktyabr oyi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan oylari ekan. Ularga salovatlar ko'proq aytish kerak ekan. Hozir buni o'zim ham endi bildim. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, iloji boricha mana shu oy baribir ham bo'sh holatlarimiz rosa ko'p bo'ladi. Internetda ham o'tiramiz, kimgadir like bosamiz, nimadirlarni ko'ramiz. Lutchi oxiratga foydaliroq bo'ladigan narsalardan harakat qilib foydalanish osonroq deb bilaman inson uchun. Sallallohu alayhi ya Rasululloh. Sallallohu alayhi ya Rasululloh.